Bilasiz, qonunchilikni bilmaslik bu bizni javobgarlikdan ozod qilmaydi yoki aloqaga chiqmasdan buyurtmachiga umuman yo'qolib ketishyapti. Men hozirgi vaqtda ham kuzatyapman, ba'zi bir holatlarda kimlardir soxta hujjatlarni taqdim etadi. Bitta savdoda ayblangan shaxslar ishtirok etishi taqiqlanadi. Savdodan bosh tortadigan bo'lsak, biz avtomatik tarzda bu reyestrga tushamiz va savdolarda g'olib bo'lib, narxini pastga urib tashlab, ya'ni arzon narxga g'olib bo'lib olib, mahsulotni yetkazib bera olmaydi. Assalomu alaykum hammaga, azizlar do'stlar. Bugun sizlarga bir foydali ma'lumot bilan, yangilik bilan bo'lishmoqchi edim, gapirib bermoqchi edim. Agar siz davlat xaridlarida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, auksion, elektron do'kon, tanlov va tender savdolarida yoki endi ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Yoki shu sohada ishlayotgan tanishlaringiz bo'lsa ham, albatta videoni bo'lishib qo'ying. Ishonchim komil, ularga ham bu video foydali bo'ladi. Demak, bu videomizda insofsiz ijrochilar reyestrining yangi qonunchiligi haqida gap boradi. Demak, 2024-yil 6-aprelda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan insofsiz ijrochilar reyestrini yurg'izish bo'yicha nizom ishlab chiqarildi va 2025-yil 17-yanvarda bu nizom tasdiqlandi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan va o'sha nimaga qonunchilikka qaraydigan bo'lsak, shu narsa belgilangan. Qonunchilik o'z kuchini, demak, 3 oydan keyin kuchga kirishini va shundan kelib chiqib, shu yili 2025-yil 16-aprelda bu qonunchilik kuchga kiradi. Bilasiz, qonunchilikni bilmaslik bu bizni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ya'ni ertaga qonunni bilmasligimiz orqali katta xatoliklarga yoki o'sha minuslarga ketib qolmasligimiz uchun albatta biz qonunchilik bilan tanishib chiqishimiz kerak. Va shu maqsadda bu videoni tayyorlaganmiz. Qisqacha shu insofsiz ijrochilar reyestrining yangi qonunchiligi haqida, bu reyestr qanaqa yuritilishi, bu reyestrga qaysi holatda tushishimiz mumkin, tushgan taqdirda nima qilishimiz kerak agar bizda ayb bo'lmasa, yoki u reyestrdan qanaqa chiqishimiz mumkin degan savollarga bir qisqacha ma'lumot berib o'taman. Demak, o'zi umuman bilasiz, davlat xaridlariga oid qonunchiliklar bor. Ularning asosiysi bu albatta o'sha O'zbekiston Respublikasining davlat xaridlari to'g'risidagi 684-qonun hisoblanadi va shu qonunning 48-moddasida insofsiz ijrochilar reyestri haqida yuritilishi kerakligi haqida vakolatli organ Moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqarilishi kerakligi haqida ma'lumot borgan. Tanishib chiqing agar xabaringiz bo'lmasa. Bo'lmasa o'shanga asosan, demak, bu nizom ishlab chiqarilib, shu yaqin fursatda 16-aprelda kuchga kiradi. Endi keling, shu reyestr haqida ma'lumot bersam, ya'ni o'zi umuman to'xtaladigan bo'lsak, tushundingiz, bu reyestr insofsiz ijrochilar reyestrida biz o'z majburiyatlarimizni bajarmasak, to'liq bajarmasak yoki g'olib bo'lganimizdan keyin shartnomani buyurtmachi bilan shartnoma tuzishdan bosh tortsak, biz mana shu reyestrga tushishimiz mumkin. Bu narsa nima uchun qilingan? Hozirgi vaqtda, demak, bozorda davlat xaridlari sohasida biz nima vaziyatni kuzatyapmiz? Sohaga qiziqayotgan tadbirkorlar ko'p, ishtirokchilar ko'p, lekin bee'tiborlik juda ko'p. Shu bilan birgalikda. Ya'ni men nima demoqchiman? Savdolarda ishtirok etish jarayonida hisob-kitoblarni noto'g'ri qilmaslik, noto'g'ri qilib qo'yish, undan keyin savdo shartlariga to'liq ahamiyat bermaslik orqali savdoda g'olib bo'lgan ishtirokchilar g'olib bo'lgandan keyin o'sha narxini past urib qo'ysa yoki shartlarni to'liq o'rganmasa, majburiyatlarni oxirigacha qilib bera olmayapti yoki shartnoma tuzmayapti yoki aloqaga chiqmasdan buyurtmachiga umuman yo'qolib ketishyapti. Shundan kelib chiqib, shu reyestr nazarda tutilgan, kuchga kiryapti. Ya'ni agar siz davlat xaridlarida ishtirok etayotganingizda o'z majburiyatlaringizni bajarmasangiz, sizni oldinda nimalar kutib turganini bilib olishingiz mumkin. Xo'p, reyestrga kimlar kiritiladi? Birinchisi, bu savdoda g'olib bo'lib, buyurtmachi bilan shartnoma tuzishdan bosh tortgan ishtirokchilar, yetkazib beruvchilar. Ya'ni bu holatni qayerda ko'rishimiz mumkin? Tanlov va tender savdolarida ko'p holatlarda savdoning talabini to'liq o'rganmaslik, shartlarini o'sha to'liq o'rganmaslik yoki texnik zadaniyani, texnik vazifani to'liq o'rganmaslik orqali
savdolarda ishtirok etganimizda biz xatoliklarga yo'l qo'yishimiz mumkin yoki hisob-kitobda yaxshi hisob-kitob qilmasak, ishtirok etmoqchi bo'lgan mahsulotimiz, xizmatimiz bo'yicha ertaga g'olib bo'lganimizdan keyin bu shartnoma bizga ozgina to'g'ri kelmasligi mumkin, minusovoy bo'lib qolishi mumkin. O'sha holatlarda agar siz bosh tortaman desangiz, shartnoma tuzishdan siz bu reyestrga tushishingiz mumkin. Ikkinchisi, demak, shartnomaga asosan o'z majburiyatlaringizni bajarmaslik yoki to'liq bajarmaslik. Ya'ni buyurtmachi bilan nima bo'ldingiz, shartnoma tuzildi, g'olib bo'ldingiz savdoda va o'sha boyagidagi adashganingiz hisobiga siz majburiyatlaringizni oxiriga chiqib berolmayapsiz. Bunga sabab bo'lishi mumkin, siz hisob-kitobni noto'g'ri qilib qo'ygansiz yoki ahamiyat bermagansiz qo'shimcha shartlarga. Shunaqa holatda ham bu narsa bizani demak javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ya'ni ustimizdan shikoyat tushgan taqdirda quyidagi holatlardagi biza reyestrga tushishimiz mumkin. Keyingisi, davlat xaridlari savdolarida yolg'on yoki soxta hujjatlarni taqdim etgan ishtirokchilar. Man hozirgi vaqtda ham kuzatyapman, ba'zi bir holatlarda kimlardir soxta hujjatlarni taqdim etadi. Ya'ni bu narsa noto'g'ri. Mana shu orqali biz reyestrga tushishimiz mumkin. Bilasiz, savdolarda ishtirok etganingizda savdo natijalarini o'rganishingiz mumkin. O'sha o'rgangan holatlarda kimlardir o'z hujjatlarini ommaga ochiq qilib qo'yishgan bo'ladi va o'shalarni kirib qaraganimda man ko'rishim mumkin, u bir невооруженным взглядом deyishadi. Ya'ni katta ahamiyat bermasangiz ham hujjat soxtalashtirilganini ko'rishingiz mumkin. Bu bank spravkalari, bu soliqdan qarzdorlik yo'ligi haqida QR kodli ma'lumotlar yoki boshqa ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin. Yoki ustingizdan shikoyat tushgan taqdirda o'sha xarid komissiyasi tomonidan yoki umuman olganda o'sha shikoyatlarni ko'rib chiqish maxsus komissiyasi tomonidan o'rganganda hujjatlar ishtirokchilarni, agar aniqlansa siz hujjatlarni soxta taqdim etganingiz, shu holatda ham reyestrga tushishingiz mumkin. Keyingisi, aynan bir lotda ishtirok etgan afillangan yoki manfaatlar to'qnashuvini, demak, to'g'risidagi ma'lumotlarni ochib bermagan ishtirokchilar ham. Bu holatda bilasiz, davlat xaridlarida belgilangan qonunchilikda bitta savdoda afillangan shaxslar ishtirok etishi taqiqlanadi. Bular o'zi ikkalasi ham savdodan chetlashtirilishi kerak. Agar o'sha ikkalasi chetlashtirilganda bitta ishtirokchi qolgan bo'lsa, savdo bekor bo'ladi, ya'ni amalga oshmagan hisoblanadi. Undan tashqari o'sha manfaatlar to'qnashuvi ham davomida manfaatlar to'qnashuvi holatlari ham mavjud bo'lgan taqdirda bu ishtirokchilarga ham mana ko'rishimiz mumkin. Demak, shunaqa holatda shikoyat tushgan holatda bu ishtirokchilar reyestrga tushishi mumkin. Va so'nggisi, sudning qaroriga ko'ra, ya'ni firibgarlik yoki hujjatlarni soxtalashtirish yoki korrupsiya omillariga asosan ustingizdan ish qo'zg'atilsa va aybdor bo'lib chiqsangiz, bu holatda ham o'sha korxona egasi, demak, insofsiz ijrochilar reyestriga tushishi orqali savdolarda ishtirok eta olmasligi mumkin kelgusida. Xo'p, reyestrga tushish sabablarini aytib o'tdim. Agar sizda yanayam bir qo'shimcha savolinglar bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib keting. Yoki bilasiz, umuman olganda bizda Telegramda guruhimiz bor. Aynan soha bo'yicha ma'lumotlar, yangiliklar joylab boramiz. Agar sizga tez javoblar kerak bo'lsa yoki yangiliklar soha bo'yicha, albatta o'sha Telegram guruhimizga qo'shilib oling. Telegram guruhimizning havolasi nimada bo'ladi? Ssilkasi opisaniyada bo'ladi. Kommentariyada albatta kirib Telegram guruhimizga ham qo'shilib oling. Boya aytganimdek, soha haqida ma'lumotlarga ega bo'lib, savollaringizga javob ham olishingiz mumkin. Keyingisi, demak, reyestrga kimlar tomonidan kiritiladi? Ya'ni aytib o'tdik, reyestrga qaysi holatda biza tushishimiz mumkin. Endi esa kimlar tomonidan bu reyestrga tushishimiz haqida ma'lumot berib o'tsam. Demak, birinchisi bu Iqtisodiyot va moliya vazirligining qaroriga asosan, ya'ni bilasiz, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi bu davlat xaridlarini nazorat qiluvchi organ hisoblanadi, vakolatli organ hisoblanadi va ustimizdan shikoyat tushgan taqdirda, o'sha ish qo'zg'atilgan taqdirda yoki o'sha e'tirozlar, shikoyatlarni ko'rish jarayonida Moliya vazirligidan shunaqa qaror qabul qilinsa, biz demak shu holatda reyestrga tushishimiz mumkin. Ikkinchisi, xuddi shunga o'xshash maxsus komissiya qaroriga muvofiq, ya'ni bilasiz, davlat xaridlarida nazorat qiluvchi o'sha vakolatli organ tomonidan maxsus komissiya ishlab chiqarilgan. Bu maxsus komissiya ichida demak korrupsiyaga qarshi kurashish
agentligi vakili, a, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, raqobatni rivojlantirish qo'mitasi vakili, prokuratura, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, KRU lardan demak, vakillardan tashkil topgan maxsus komissiya mavjud va shikoyatlar tushgan taqdirda mana shu maxsus komissiyaga ham biz murojaat qilishimiz mumkin. Va shu holatlarda mana ko'rishingiz mumkin, maxsus komissiyani qaroriga muvofiq biz bu reyestrga tushishimiz ham mumkin. Va so'nggisi bu savdo platformasi tomonidan avtomatik tarzda, ya'ni bu narsa tizimlashtirilishi kerak hozir, yo'lga qo'yilishi kerak 16 apreldan boshlab. Agar biz savdoda g'olib bo'lganimizda savdodan bosh tortadigan bo'lsak, biz avtomatik tarzda bu reyestrga tushamiz va bu holatda biz keyin esa agar bizda sabablar bo'lsa yoki biz tushganimizni noto'g'ri deb bilsak yoki omillar, isbotlar bo'lsa, biz albatta bunga o'sha insof ijrochilar reyestrini olib boruvchi komissiya tuzilgan bo'ladi. Komissiya tuzilgan, o'sha komissiyaga murojaat qilishimiz mumkin yoki sudga murojaat qilishimiz ham mumkin. Ya'ni apellyatsiya berish maqsadida, aniqlik kiritish maqsadida. Xo'p, reyestrga kiritishning salbiy oqibatlari haqida endi gapirib bersam, ya'ni o'z-o'zidan ma'lum, bilsangiz kerak, bu reyestrga tushish orqali biz 2 yil muddatda davlat xaridlari savdolarida ishtirok eta olmaymiz. Bu degani 2 yil davomida biz o'sha reyestrga tushgan korxonadan hech qaysi bir davlat xaridlarida ishtirok eta olmasligimiz ham mumkin. Kimlardir o'ylashadi, ya'ni bu firmam ishtirok etolmasa ikkinchisidan ishtirok etaman deb. Bunaqa o'ylaydigan insonlar, ishtirokchilar manimcha xato o'ylashadi. Sabab davlat xaridlarida ishtirok etishdan maqsad siz bitta korxonangizni tajribasini yanayam oshirish. Bu sababi bilasiz, katta savdolar bular tanlov va tender savdolarida bo'ladi va bu savdolarda ishtirok etganimizda bizga nafaqat firma kerak, balkim firmani hujjatlari, tajribasi yoki bir qo'shimcha ma'lumotlari kerak. Va shu holatda agar bizni korxona insofsiz ijrochilar reyestriga tushsa, biz savdolarda ishtirok etolmay qolamiz. Kimlardir esa hozirgi vaqtda ko'p kuzatilayotgan holat bu savdolarda, auksion, elektron do'kon savdolarida ko'p kuzatiladi. Savdolarda g'olib bo'lib, narxini pastga urib tashlab, ya'ni arzon narxga g'olib bo'lib olib, mahsulotni yetkazib bera olmaydi va shu holatda ko'p holatlar shundan kelib chiqib, demak, mana shu insofsiz ijrochilar reyestriga tushishiga sabab bo'lyapti. Shuning uchun albatta savdolarda ishtirok etish jarayonida qonunchilikka ahamiyat bering, bu bir albatta. Ikkinchidan, savdo shartlari va mezonlari bilan tanishib chiqing. Undan tashqari texnik vazifa, ya'ni yetkazilishi kerak bo'lgan mahsulot yoki xizmat bilan ham yaxshi batafsil tanishib chiqing. Sababi mana shu aytib o'tgan vaziyatlar bo'yicha biz xatolikka yo'l qo'ysak, ertaga shartnomani bekor bo'lishiga olib kelishi mumkin bu narsalar. Agar biz ko'ryapsiz, shartnomani bekor qilmoqchi bo'lsak, biz insofsiz ijrochilar reyestriga tushish ehtimolimiz bor. Shuning uchun albatta shu narsalarga katta ahamiyat berishimiz kerak. Norozi bo'lgan taqdirda biz o'z e'tirozimiz bilan o'sha ishchi komissiya bor yoki sudga murojaat qilishimiz mumkin. Albatta bu holatda biz o'zimizni demak nimalarimizni, isbotlarimizni taqdim etishimiz kerak, agar bizda bir isbotlar bo'lsa. Endi reyestrdan chiqish haqida tushuntirib bersam, ya'ni reyestrdan ko'rdingiz, 2 yilga biz reyestrga tushsak, 2 yildan keyin avtomatik tarzda biz reyestrdan chiqarilamiz. Orada ko'ryapsiz, faqat vaqt yo'qotilishi bo'lyapti. Vaqt yo'qotilishi deganimiz, bilasiz, davlat xaridlarida har yili juda katta savdolar o'tkaziladi. Bu yil 2 yil sizga juda qimmatga tushishi mumkin. O'shaning uchun eng yaxshisi bu albatta reyestrga tushmaslik. Undan tashqari sud qaroriga asosan boya aytdik, agar bizda boyagi reyestrga tushish bo'yicha ishchi komissiya bilan bir fikrda bo'lmasak, ya'ni e'tirozimizda bo'lsa, biz sudga murojaat qilishimiz mumkin. Sud tarafdan ishimiz ko'rib chiqiladi va sudni qaroriga asosan siz darrov, ya'ni reyestrga tushganingizdan keyin aytaylik 10 kundan keyin sudga murojaat qilib qarori chiqsa, 10 kundan keyin o'sha qarorni demak Moliya vazirligiga taqdim etsangiz, sizni darrov demak insofsiz ijrochilar reyestridan chiqarib tashlashadi. Xo'p, umuman tajribaga to'xtaladigan bo'lsak, tajribada biza o'zimiz insofsiz ijrochilar reyestriga tushmaganmiz, lekin tanishlarni
tushish holatlari, ya'ni o'sha ustidan shikoyat tushgan holatlarga o'zim duch kelganman. Bu nafaqat tanishlarda, balkim o'quvchilarimizda ham kuzatilgan. Ya'ni o'qishga kelgandan keyin, o'qishdan oldin ham savdolarda ishtirok etgan ishtirokchilarimiz bor. Ya'ni boshida xatoliklarga yo'l qo'yishgan. Savdolar katta emas, 200-300 ming so'mlik savdolar, lekin o'shanda ham ko'rdingizmi, o'z majburiyatlarini bajarmaganligi oqibatida ustidan shikoyat tushgan. Shikoyat byudjet tashkilotidan tushadi, bilasiz, buyurtmachidan va korporativ buyurtmachidan tushadi. Agar byudjet buyurtmachidan tushsa, u Adliya vazirligiga berib yuboradi. Adliya vazirligi sizga aloqaga chiqib, o'sha sudga chaqirib, agar ustingizdan bir nimalar mahsulotlarni vaqtida yetkazib bermagan bo'lsangiz, o'sha peniyalarni ham undirishi mumkin. Ikkinchi yoki shtrafingizni olib qo'yishi mumkin. Ikkinchisi, korporativ buyurtmachilar ham xuddi shunaqa, ya'ni siz tomonidan o'z majburiyatlaringiz vaqtida bajarilmagan bo'lsa, shartnoma bekor bo'lishi mumkin. Bekor bo'lgan taqdirda o'sha aytaylik, korporativ buyurtmachi qanaqadir katta zavod bo'lsa, siz unga kerakli mahsulotni vaqtida yetkazib bermagan bo'lsangiz, bu orqali orttirilgan zararni ham siz qoplab berishingizga majbur bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun albatta eng yaxshisi bu xatoliklarga yo'l qo'ymagan yaxshi. Boya aytib o'tdim, o'quvchilarimiz orasida dedim, darslarimizda albatta mana shunaqa holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun ma'lumotlar berib o'tamiz, yoki umuman aytib o'tmoqchi edim, agar xabaringiz yo'q bo'lsa, biz davlat xaridlarida mutaxassislarni tayinlaymiz. Ya'ni nafaqat mutaxassislarni tayinlaymiz, balkim shu sohada ishlayotgan ishtirokchilarni ham malakasini oshiramiz. Shu sabab, agar sizda qanaqadir bir savollar bor bo'lsa, shu soha bo'yicha, albatta boya aytgan Telegram guruhimizga o'tib yoki telefon orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz haqida ham ma'lumot bermoqchi edim. Aytib o'tdim, soha bo'yicha eng so'nggi kerakli ma'lumotlarni bizni kanallarimizda, ijtimoiy tarmoqlarimizda ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun albatta, demak, bizning Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizga qo'shilib oling. Shu bilan birgalikda o'tkaziladigan tadbirlar yoki o'sha vebinarlar haqida ham ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Agar sizda yana ham bir qo'shimcha savollar yoki bir takliflar bo'lsa, o'z fikrlaringizni o'sha kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kelgusi videolarda shular haqida ham ma'lumot berib o'tishim mumkin.